Hammaga salom do'stlar, siz Kino Time kanalidasiz. Bugun biz sizlarga dramatik triller Yahudiylar fojiasi filmi haqida aytib beramiz. Film yahudiy qizlarning Germaniyadagi hayoti haqida hikoya qiladi. Qizlar yashab qolish uchun nemislarning hatto orqasini elashga ham majbur bo'lishgan. Voqealar rivojini albatta filmni oxirigacha ko'rib bilib olamiz. Rang yaxshilab joylashib oling, biz boshladik. Film 1956-yilning oktyabr oyida Isroilning kibuslaridan biriga sayyohlar guruh kelishi bilan boshlanadi. Sayyohlardan biri Roni atrofni suratga olib yurgan chog'ida maktabda bolalarning kulayotgan ovozini eshitib qoladi. Qiziqib derazadan qaraganida Roni ko'zlariga ishonmaydi. U uzoq yillar oldin ko'rgan tanish qizni ko'radi. Bu Elis edi. Ular oxirgi marta urush dahshatlari ostidagi Gollandiyada uchrashgandi. O'sha davrlarda hatto Gollandiyada ham yahudiylarni hech kim yoqtirmasdi. O'shandan beri oradan 12 yil o'tgan. Shuning uchun Ellis Ronini darrov tanimaydi. Qisqa va sovuq uchrashuvdan so'ng Ronni sayohatni davom ettiradi va Ellisga xat yozishga va'da beradi. Keyin Ellis yolg'iz qirg'oq bo'ylab yurib, birdan xotiralari uni 1944-yilgi Gollandiyaga urush, qo'rquv va yashirin hayotga olib ketadi. O'sha kunlarda Rahil asrab olgan ota-onasining oilasida yashirinib yurgan edi. Oila uni nemislardan himoya qilish uchun qizga Ellis deb ism qo'yishgan. Haqiqiy ismi va yahudiyligi sir tutiladi. Aks holda qizning hayoti xavf ostida qolardi. Qiz tushlikdan so'ng ko'l qirg'og'ida dam olishga qaror qiladi. Shu payt birdan qayiqda yaqinlashib kelayotgan tanishi bo'lgan Rob nemis tilida gapirib, Ellisni qo'rqitadi. Keyin Rob o'zini oqlash uchun Ellisga qayiqda sayr qilishni taklif qiladi. Ammo ularning tinch sayri kutilmaganda buziladi. Havoda urilgan nemis bombardimonchi samolyoti kelmoqda. Samolyot og'irlikni kamaytirish uchun bombalarni tashlashga to'g'ri keldi va halokatli bombalardan biri Ellisning asrab olgan ota-onasining uyiga tushadi. Rob Ellisni qutqarish uchun o'z uyiga yashirib olib boradi. Uyida, aniqrog'i kichik issiqxonada qiz uchun bexavotir bir joy tashkil etadi. Ammo osoyishtalik uzoq davom etmaydi. Uy hovlisiga noma'lum mashina kirib keladi. Mashinadan Van Heyn ismli erkak tushib, to'g'ri issiqxonaga kiradi va qizni asl ismi bilan chaqiradi: Rahil Stein. Nemis askarlari yonib ketgan fermadan Rahil Stein nomiga yozilgan hujjatlarni topishgan va ko'lda suzib kelayotgan qayiqni ko'rishgan ekan. Bu xabar Gagadagi politsiyaga ham yetkazilgan. Van Heyn Rahilga darhol bu joyni tark etishni maslahat beradi. O'zi esa shoshilinch ravishda chiqib ketadi. Rahil esa unga ergashib, yordam so'raydi. Shunda Van Heyn ko'p o'ylamay Rahil va Robni botqoq orqali front ortiga olib o'tishga rozi bo'ladi va ertalabgacha tayyor bo'lishlarini tayinlaydi. Shuningdek, hech qanday ortiqcha yuk, faqat pul olib olishlarini qo'shimcha qiladi. O'zining kuchli aloqalari yordamida Van Heyn Rahil va boshqa yahudiylarni nemis nazorat punktidan mahbuslar ko'rinishida osonlik bilan olib o'tadi. Keyin ular bandargohga yetib kelishadi. U yerda qiz yaqin tanishlarini va yaqinda operatsiyadan chiqqan ukasini uchratadi. Van Heyn esa barcha yahudiylarni bir joyga to'plab, keyin ular bilan xayrlashadi. Kechroq nihoyat qayiq keladi va barcha yahudiylar ketishga hozirlik ko'rmoqda. Lekin kutilmaganda nemis patruli paydo bo'lib, qayiqdagilarga o'q uza boshlaydilar. Lekin Rahil suvga sakrab, qochib qutulishga muvaffaq bo'ladi. Qamishzorlar orasida yashirinib, Rahil nemislar o'ldirgan yahudiylarning jasadlarini qirg'oqqa sudrab chiqib, ularni tintuv qilayotganini va qimmatbaho buyumlarini olayotganlarini ko'z yosh bilan kuzatadi. Shuningdek, qiz qirg'inga bosh bo'lgan nemis ofitserining yuzini eslab qoladi. Oradan vaqt o'tib, Rahil shahar hayotiga qaytadi va yahudiycha ismini unutib, Ellis ismida oddiy hayot kechira boshlaydi. 5 oy o'tgach, Gerbin Kaypers ismli yahudiy erkak Rahilga yangi ish taklif qilib, qizni maxfiy yig'ilishga olib keladi. Rahil ertangi topshiriqda Hans Ackermanning xotini rolini o'ynaydi. Bunga sabab nemislar oilali juftlarni ha deb tekshiraverishmasdi. Ularning vazifasi nemislar orasiga kirib, yashirin mikrofonlarni joylash edi. Tong otgach Hans va Rahil safarga chiqishadi va ularning chemodanida yashirin mikrofonlar bor. Nemis askarlarini ko'rishgach, ular o'zlarini o'pishayotgan juftlikdek ko'rsatishadi. Ammo tez orada askarlar hammadan chemodanlarni ochishni talab qilishayotganini eshitib, Rahil vaziyatni qo'lga olib, Hansning yuziga tarsaki tushiradi va uni qo'pollikda ayblab, chemodanni olib, undan xotirjam uzoqlashadi. Vagon kuperlarini ko'zdan kechirib, nemis ofitseri bilan hamrohlik qilishga qaror qiladi. Chunki askarlar ofitserni albatta tekshirishmaydi. Ko'p o'tmay nazoratchi kupega kiradi. Shunda ofitser hammasi joyida ekanligini aytib, nazoratchini chiqarib yuboradi. Ofitser Rahil bilan tanishib, qayerda ishlash haqida aytib beradi.
Nihoyat poyezd vokzalga yetib keldi. Rahil ofitser bilan xayrlashib, Hans oldiga yo'l oladi. Hans esa bu ofitserni yaxshi tanir ekan. Uning ismi Ludovik va u nemis razvedkasi boshlig'i va aynan shu odam ko'plab yahudiylarni halok bo'lishiga sababchi bo'lgan ekan. Shunda Hans Rahildan Ludovik bilan yaqindan tanishishni so'raydi. Qiz esa roziligini aytib, qasos olish uchun hatto kerak bo'lsa Ludovik bilan yotishga ham tayyorligini qo'shimcha qiladi. Ertasi kuni qiz Gestapoga borib, Ludovik bilan uchrashadi. Keyinroq Ludovik ketish kerak bo'ladi va Rahilni ham o'zi bilan kechki ovqatga taklif qiladi. Ular natsistlar bazasiga kelishadi va u yerda Rahil o'sha qirg'inga boshchilik qilgan nemisni tanib qoladi. Kechki tadbir tugagach, Rahil Ludovikdan uyini ko'rsatishni so'raydi. Ofitser esa jon deb qizni o'z xonasiga olib keladi. Shunda Ludovik Rahilni yechintira boshlaydi va qiz ham bunga qarshilik qilmaydi. Qiz to'nqayib surnay chalayotganida erkak uning sochlariga qarab, Rahildan ilgari brunetga, ya'ni jigarrang sochli bo'lganmisan deb so'raydi. Ofitserning so'zlariga ko'ra, odatda yahudiy qizlar omon qolish uchun sochlarini sarg'ish rangga bo'yashadi. Rahil esa uning qo'llarini olib, avval ko'kragiga, so'ng esa beliga qo'yib, bular yahudiyga o'xshaydimi deb so'raydi. Surnay chalib keksni tugatgach, qiz hojatxonaga kiradi va u yerda film boshida ko'ringan qiz Ronni bilan to'qnashadi. Ronni kollaboratsionist, ya'ni nemislar bilan hamkorlik qiluvchi edi. Shu payt hojatxonaga Gyunter ismli erkak kirib keladi. Ronni erkakka Rahil ham bu yerda shtabda ishlashni xohlayotganini aytadi. Gyunter esa bu yerda fohishalarga joy topiladi, faqat oldin tibbiy ko'rikdan o'tish kerak deydi. Shunda Ronni Rahilning ko'ylagini yechib, uni toza ekanini ko'rsatadi. Ammo Gyunter ko'rayotgan hamma narsa endi Ludovikka tegishli edi. Nihoyat Rahil shtabda yordamchi bo'lib ishlay boshlaydi. Keyinroq Ronni bilan uchrashadi. Shunda Ronni shtab binosini Führerning tug'ilgan kuniga tayyorlashda Rahildan yordam so'raydi. Rahil o'z kabinasiga qaytadi. Bu xona Gyunterning kabineti bilan yonma-yon joylashgan edi. Gyunter yo'qligida Rahil uning xonasiga kirib, portret orqasiga yashirin mikrofon o'rnatadi va qolgan yahudiylar oldiga boradi. U yerda esa hamma Gyunter va Ronni o'rtasidagi jinsiy aloqaning ovozini eshitib kulishmoqda. Gyunterning oldiga noma'lum bir kishi keladi. U o'zining 500 million yahudiy qatlidan ozgina qolgani haqida gapiradi. Rahil esa bu ovozni darhol taniydi. Bu Van Heyn edi. U ilgari yahudiylarni botqoq orqali qochishni tashkil qilgan edi. Ammo haqiqat fosh bo'ldi. Gyunter Van Heyn yordamida boy yahudiylarni to'plab, ularni Belgiyaga olib o'tishni va'da qilgan. Ammo aslida ularni otuv otryadi bilan o'ldirib, ularning mol-mulklarini talon-taroj qilgan ekan. Buni to'xtatish uchun Rahil Gyunter yoki Van Heynga suiqasd uyushtirishni taklif qiladi. Ammo Gerbin bunday kuch ishlatish rejasiga qarshi chiqadi. Rahil esa bu adolatsizlikdan g'azablanadi. U yahudiylarning hayotini qurbon qilganlarga qarshi chiqadi va ketishga qaror qiladi. Ammo Hans uni to'xtatib, u ham yahudiylarni qutqarishni xohlashini va Van Heynni o'g'irlashni taklif qiladi. Guruh yashirincha harakat qiladi. Rahil va Hans boshqa qarshilik a'zolari bilan birga Van Heynga tuzoq qo'yadi. Ammo uni ushlash ularning qo'lidan kelmaydi. Van Heyn Rahilni bo'g'ayotganida guruh a'zolaridan biri Van Heynni otib o'ldiradi. Bu xabarni eshitgan Gerbin g'azabdan portlaydi. Chunki endi Gyunter qasos sifatida garovdagi 40 yahudiyni o'ldirishga buyruq berishi mumkin. Hans va uning sheriklari o'z ayblarini tan olib, nemislarga taslim bo'lishga qaror qiladilar. Ammo Smal ularni to'xtatib, yangi rejasini ko'rsatadi. Bu Gestapo shtabining, ya'ni ilgari bank bo'lgan binoning rejasi edi. Asirlarni qutqarish uchun u yerga bostirib kirish imkoniyati mavjud edi. Shu yerda filmning birinchi qismi tugaydi. Я смогу. Hammaga salom do'stlar, siz Kino Time kanalidasiz. Bugun biz sizlarga dramatik triller, yovvoyi voqealar filmi haqida aytib beramiz. Filmda bir guruh odamlar kafeteriyada o'tirgan paytda shaharni dahshatli jimlik qoplaydi va g'alati holatlar ro'y bera boshlaydi. Tashqariga chiqish esa juda xavfli. Voqealar rivojini albatta filmning oxirigacha ko'rib bilib olamiz. Do'stlar, mahalladagi kampirlarning aytishicha, videolarimizni ko'rayotgan 10 ta odamdan 9 tasi videoni ko'rib obuna bo'lmas emish. Bu nima degan gap? Qani adolat? Keling, kanalimizga obuna bo'ling. Shum kampirlar bir doda qolsin. Agar film sizga yoqqan bo'lsa, filmning to'liq variantini Telegram kanalimizda ko'rishingiz mumkin. Kanal silkasi esa opisiyaniyada. Ekranga yaxshilab joylashib oling. Biz boshladik. Film Madrid ko'chalarida yurgan go'zal va jozibali qiz Yelena telefonda kim bilandir gaplashib ketayotgan sahnasi bilan boshlanadi. Keyin esa qizning telefonini quvvati tugaydi. Shunda atrofga qarab Yelena ortida kichkina bir kafeteriyani ko'radi. Ichkarida esa naushnik taqib pivo ichayotgan Hugo va yoqimsiz hidli ko'cha bo'mishi hamda bir biznesmen odam o'tirardi. Barichiga kiradi va bir chashka qahva buyurtma qilib, baristadan zaryad qurilmasini so'raydi. Bunga javoban barista unga bir talay simlar olib keladi. Yelena va barmen
mos keladigan zaryad qurilmasini qidirayotganida og'zini qo'li bilan bekitgan barzangi erkak ichkariga kirib, yo'tala to'g'ri hojatxonaga yuguradi. Shu payt birdan ko'chada o'q ovozi eshitiladi. Bardagilar vahima bilan eshikka qaraganida biroz oldin chiqib ketgan erkak yerda yotganini ko'rishadi. Vahimaga tushgan guruhga yerga yotib, nimalar bo'layotganini tushunishmaydi. Shu payt mijozlardan biri Trini hayrat bilan oynaga qarab, tashqaridagi jasadlar yo'qolganini payqaydi. Halok bo'lganlar g'oyib bo'lgan edi va ulardan hech qanday iz qolmagan. Keyin bar ichida janjallar boshlanadi. Odamlar asabiylashib, bir-biridan shubhalana boshlaydi. Hatto kimdir ovoz chiqarib, portlovchi qurilma haqida taxmin qiladi. Shunda biznesmen Hugo sumkasini stul tagiga yashirayotganini ko'rib qoladi va shu yigit portlovchi qurilmani olib kelgan bo'lishi mumkin deb boshqalarni uni qo'lga olishga undaydi. Ammo sumka ochilganida ichidan shunchaki muhim ma'lumotlar saqlangan qattiq disk chiqadi. Bu disk yigitni millionerga aylantirishi mumkin edi, lekin endi polda faqat mayda-mayda sindirilgan bo'laklar qoldi. Shu payt hojatxonadan bir ovoz eshitiladi. Shunda hamma yaqinda u yerga kirib ketgan barzangini eslaydi. Eshikni buzib kirishganida barzangi hojatxona unitazida hushsiz holda yotganini ko'rishadi. Erkakning holati yanada og'irlashgach, uni barzalaga olib chiqishadi. U bilan juda g'alati holatlar ro'y bera boshlaydi. Xuddi zotdor baliqning ko'zidek, uning ko'zlari oq tusga kiradi. Yuzi va badani g'ayritabiiy darajada shishib ketadi va ulkan pufaklar paydo bo'ladi. Yerga yiqilishidan oldin erkakning aytgan so'nggi so'zi menga tegish mumkin emas degan ogohlantirish bo'ladi. To'satdan bar yoniga yuk mashinasi kelib to'xtaydi. Ichkaridagilar xursand bo'lib, qo'l silkitib, o'zlarini ko'rsatishga harakat qilishadi. Ammo qora niqob taqqan odamlar go'yoki kafedagilarni butunlay sezmaydi. Ular kirish eshigi oldiga eski shinalarni tushirib, ularni yoqib yuborishadi. Shundan so'ng yuk mashinasi jo'nab ketadi. Keyin Yelena barzangi erkakning telefonini topib oladi va suratlar galereyasini ko'zdan kechiradi. Shunda erkak harbiy bo'lgani va yaqinda Afrikadan qaytgani ma'lum bo'ladi. Shunda bardagilar bir joyga yig'ilib, barzangi o'sha yerdan virus olib kelgan va endi hukumat u bilan aloqada bo'lganlarning barchasini yo'q qilmoqda degan xulosaga kelishadi. Keyin ular ikki guruhga bo'linib, jasadga teginganlar alohida va umuman yaqinlashmaganlar alohida bo'lishadi. Keyin esa bariga Sampara jasad bilan aloqada bo'lganlarni podvalga tushirishga qaror qiladi. Qurol bilan tahdidga uchraganlar majburan pastga, tor podvalga tushishadi. Keyin pastda Hugo kichik bir teshikni topib, bu kanalizatsiyaga olib boradi deb taxmin qiladi va hamma bu ularning yagona qutulish yo'li ekanligini tushunishadi. Keyin esa bu yerdan tezroq qutulish maqsadida Bomish birinchi bo'lib pastga tushishga qaror qilib, ustidan moy quyadi va teshikdan o'tishga harakat qiladi. Ammo foydasi yo'q. Yigit qilib qoldi. Shunda Trinida panika boshlanib, baqira boshlaydi, ammo tez orada o'zini qo'lga olib jim bo'ladi. Chunki yuqoridan avval g'alati tovushlar, so'ngra o'q ovozlari eshitiladi. Bir lahzadan so'ng shiftdan tutun kira boshlaganida ular kafe yonayotganini tushunishadi. Hammasi jim bo'lgach, Hugo ehtiyotkorlik bilan lyukni ochadi. Ular tepaga chiqqanlarida tashqaridan kimdir eshikni muhrlayotganini ko'rishadi. Shunda ular endi eshikdan chiqishning iloji yo'qligini tushunishadi. Shu payt yonib ketgan xarobalar tagidan telefon ovozi eshitiladi. Yelena barzangi erkakning telefonini yana topib, xabarlar bo'limiga kiradi. Xabarlarda ma'lum bo'lishicha, erkak haqiqatan ham viruslangan va kafega o'ziga antidot ukol qilish uchun kirgan ekan. Yana bir necha dozasi o'zi bilan bo'lgani yozilganini ko'rgan guruhga, ular ham iloji boricha tezroq ushbu dori vositasini qabul qilishlari kerakligini anglashadi. Shunda Hugo tezda jasadni ko'zdan kechiradi, lekin topa olmaydi. Keyin esa Bomish hojatxonaga kirib, barzangining sumkasidan dorilarni topadi. O'zini aqlliligidan mamnun bo'lgan Bomish dorini boshqalarga berishni istamaydi. Chunki termosda atigi 4 ta doza bor, lekin ular 5 kishi bo'lganligi sababli hech narsasiz qolishdan qo'rqib, birinchi ukolni o'ziga qilishga qaror qiladi. Keyin esa Hugo unga hujum qiladi, lekin janjal paytida antidot ukoli pastga, podvalga tushib ketadi. Hamma bezorini tinchlantirishga urinayotgan paytda Trini pastga tushib, qimmatli suyuqlikni olib chiqmoqchi bo'ladi. Biroq qo'llari bog'langanligi sababli ayol dozani kanalizatsiya suviga tushirib yuboradi. Keyin hamma tinchlanib, nima bo'lganda ham pastga tushish kerakligini muhokama qilishadi. Lekin bu ishni ozg'inroq odam bajarishi kerak. Shunda barcha nigohlar Yelenaga qaratiladi. Keyin qizni yog' bilan moylab, kuch bilan pastga itarishadi. Badbo'y suvga sho'ng'igan Yelena dorini topadi, ammo uni tepaga berishni istamaydi. Chunki bu doza unga tegmasligini va hech kim uni qayta tortib chiqarib olmasligini his qilardi. Boshqalar uni qanday olib chiqishni o'ylayotgan paytda, Yelena o'zini himoya qilish uchun dozani yashirib qo'yadi. Ma'lum bo'lishicha, kanalizatsiya devorini shunchaki buzish mumkin ekan. Keyin dori uchun yana janjal boshlanadi. Qolgan 3 doza endi 4 kishiga taqsimlanishi kerak. O'zini himoya qilib qurollangan Bomish kolodisga sakraydi, ammo u kanalizatsiya labirintida adashib qoladi. Endi shoshilishga hojat yo'q. Qolganlar tinchgina o'zlariga ukol qilishlari va yuzaga chiqishlari mumkin. Keyin Yelena erkaklarni dorini yashirgan joyga olib boradi va hammasi nihoyasiga yetgandek tuyuladi. Ammo shu payt tanga tushgan ovoz ularni chalg'itadi. Ma'lum bo'lishicha, bu aqldan
ozgan bo'lmishning ishi. Bo'lmishning rejasi bo'yicha hech kim yuzaga chiqmasligi kerak. Insoniyat anchadan beri munosib bo'lgan jazoni olishlari lozim ekan. Keyin bo'lmish bir urinish bilan barmeni tinchitadi va omon qolgan juftlikni ta'qib qila boshlaydi. Xayriyatki, Yelena Kolobisdan yorug'lik tushayotgan joyni ko'rib, narvon tomon yuradi. Hugo esa ta'qibdan qochib, qizning ortidan ko'tariladi. Biroq shoshilishda Yelena qo'lni tushirib yuboradi. Nihoyat juftlik lyuk yoniga chiqishga muvaffaq bo'ladi, ammo yuzaga chiqishga ulgurishmaydi, chunki bo'lmish Hugoning oyog'idan ushlab qoladi. Vaziyatni tushungan Hugo hech narsa qila olmasligini bilib, qizga o'z qo'lini berib, bo'lmish bilan pastga qulaydi. Yelena esa lyukning og'ir kirishasini ko'tarib, yuzaga chiqishga muvaffaq bo'ladi. Film esa shu yerda tugaydi.